Ochig'ini aytamiz, to'g'ri, bir kunda hozir o'zida masalangiz yechilmasligi mumkin. Lekin masalangiz yechilgunga qadar bugun kiritilgan protokoldan bironta odam yechilmaydi. Bironta odam tushib qolmaydi. Mana hozirgacha biz 300 ga yaqin yoshlarning muammosini hammasini yozib olgan bo'lsak, 80-85% masalasi yechilgan, yashilga o'tgan. Qaysidir 3%, 4% sariqda turibdi. Ya'ni muddat kerak buni masalasini yechishga. 1-2% u masalani tuman darajasida, viloyat darajasida yechib bo'lmaydi. Uni takliflarini respublika darajasiga biz kiritganmiz. Shuning uchun sizlarning yoshlar ham bugun ko'targan masalangiz yechimini topgunga qadar bu protokoldan yechilmaydi. Protokolni mana bizda Yoshlar agentligi Muzaffar yurgizadi. Sizlarning yoshlar yetakchilari ham bugun kunda bu yerga yig'ilgan. Masalangiz yechilgunga qadar siz bilan yelkama-yelka turadi. Menda ma'lumot bor, aksariyat yoshlarimiz harbiy xizmatga borgan, harbiy xizmatni o'tab kelgan, bugun kunda ish qidirayotganlar. Mana hozir Milliy gvardiyaga nabor ketdi. Ichki ishlarga hozir hammalarni agar shunaqa ro'yxat bo'ladigan bo'lsa, ichki ishlarga Milliy gvardiya tizimi hozir o'tgan, nabor bo'lib turib, sizlarni ham bu sohaga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, shu sohaga yo'naltirib beramiz. Bilib qo'yinglar, qiziqqan sohangizni tanlang. Qiziqmagan sohangizga bugun borib, ertaga bo'shab ketib, "Yo, men bu narsaga o'rgana olmadim, ko'nika olmadim" degan masalani qo'yish kerak emas. Bugun kunda kredit olishdan oson narsa yo'q. Eng oson narsa kredit olish. Mana bir paytlar bank tizimida ishlagan paytimizda bir odam kredit olish uchun 308-sonli qaror bo'lardi. Naqd pulda beradigan yagona tizim bor. Kam ta'minlangan ehtiyojmandlarga beriladigan kredit. Bu kreditni olish uchun 086 ham olish kerak edi, mahalladan ham spravka olish kerak edi. O'zing sog'lomliging to'g'risida ham bir ma'lumot kerak edi. Uyingda nechta hayvon boqayotganliging to'g'risida ham ma'lumot kerak edi. Lekin bugun uyda o'tirib telefonda kredit olasiz. Kredit olishdan oson narsa yo'q. Lekin qaytarish biznes loyiha bo'lmasa, reja bo'lmasa, u narsani o'zlashtirishga, daromad ko'radigan manbaga yo'naltirishga ixtisoslashuv bo'lmasa, kambag'al odam sharoitini yaxshilayman deb sharoit yomonlashib qoladi. Qo'shnisi mol boqayotgan bo'lsa, "Men ham mol boqib boyiyman" desa, qo'shnisi ota avlodi, ona avlodidan mol boqib tajriba orttirib, qachon emlash kerak, qachon ovqatini berish kerak, qachon suvini berish kerak, qachon tuzini berish kerak, hamma narsani biladi. Bilmaydigan odam molni kasal qilib, mol o'lib qolsa u jonli mavjudot. U molni haqqini qanday to'laydi? Shuning uchun yoshlar o'ylaydigan paytda, hisob-kitob qiladigan paytda, shoshmasdan qaror qabul qiladigan vaziyatda turibmiz. Kimdirni o'qitish kerak bo'lsa, bepul o'qitib beramiz. Bandlik mehnat bo'limida shunday jamg'arma bor. Bepulga o'qitib beradi, kasbga o'rgatib beradi, hunarga o'rgatib beradi. Chet elga ishlagani ketaman desa, mana hozir kollejlar boshqarmasi kelmagan, Xalq banki biriktirilgan edi. Birinchi sonli kasb-hunar maktabida svarshiklikka o'qityapmiz. Svarshiklikka o'qitib, bepul o'qitib beramiz. Xalqaro sertifikatni qo'liga olib, undan keyin mana Estoniya, Latviya, Litva davlatlariga 2,5 ming yevrodan chetda o'zida kontrakt tuzib ishlagani jo'natamiz. Biz o'qimagan, bilimi yo'q odamni o'tga borib, podsobnik bo'lib, eng kam oylikni olib, sog'lig'ini yo'qotib, ota-onasi bilan aloqasi uzilib qoladigan sharoit emas, kafolatlangan kontrakt asosida o'qishini ta'minlab, o'qishini ham, ishini ham ta'minlayapmiz. Mana hozir Estoniya, Latviyada o'qiyotganlar bir xonali uy olyapti. Uzoqroqqa qatnasa mashina beryapti. 1 yilda bir marta kelib vizasini 2 yilga o'zgartirib ketyapti. Hammasi hisob-kitob, davlat ko'makchi, davlat yordamchi. Yoshlar bir narsani yaxshilab bilishlarini men xohladim. Tashqarida bitta-ikkita gapirayotgan odamni ketidan ergashib yuradigan zamon emas. Mustaqil harakat qilib, mehnat qilib, hamma mehnat bilan biror narsaga erishadi. Kecha bitta yosh bilan gaplashsak, 4 million oylik berar ekan, borib ishlagan desa, "Men 4 millionga ishlamayman." Yo'q, aynan bironta joyda ishlaganmisan? Biron joyda ishlamagan, hali o'zini ko'rsatadigan sharoit kelmagan, imkoniyat yaratilgan, undan foydalanmayapti.
Bir ishlaysan, mutaxassis sifatida o'zingni ko'rsat, o'rganib ol, shu bilim, shu hunarni o'zlashtirib ol. Undan keyin sen shart qo'yasan, "Men oyligim 10 million qilsang, men bu yoqda ishlayman, bo'lmasa meni boshqa korxona chaqiryapti ishga" desa bo'ladi. Mana shu mebelchilar o'rtacha shu tumanidagi Qorasuv mebelchilarining aksariyati hunar o'rganib, alohida tadbirkor bo'lib turib chiqib ketgan. Aksariyat shunday. Men sizlarga ko'p misol keltirib beraman, shu Rasulov eshiklari ham, Akbarrich eshiklari ham hammasi hunar o'rganib alohida bo'lib chiqdi. Mana o'zimiz O'rtacha tumanidagi Jannat makon mebel korxonasining rahbari. Eng og'ir sharoitdan chiqqan, taksi haydovchilikdan chiqqan. Hozir O'rtachirchiqdagi eng yirik tadbirkorlik subyektlaridan bittasi. Yoshlar biron bir narsani boshlash uchun qadam tashlash kerak. Hamma narsani kreditga bog'lab emas, mutaxassis sifatida shakllanib oling, kreditsiz kutib o'tirib, uyingizda o'tirib telefonda olasiz. Men sizlarga bitta ochiq narsani aytaman, yoshlar. Baxtli davrda yashayapsiz. Markaziy bankning boshlig'i bu birov bilan ko'rishadigan tashkilot bo'lmagan bir payt. Buni eshigidan kirib borish uchun ham nechta to'siqlar bor. Bankning upravlaychisining oldiga kirish, boshqaruvchining oldiga kirish. Postda ichki ishlar xodimi turadi. Pasportingni berarding, kerakli odam bo'lsang kirarding, bo'lmasa kirmasding. Hozir pasport shart emas bankka kirish uchun. Bitta kreditni olish uchun 25 ta tashkilotga borib turib, bir papka hujjat qilarding. Ko'zing yoqmasa, soching yoqmasa, soqoling yoqmasa kredit bermasdi. Hozir hech kimdan hech nima so'rayotgani yo'q. Hamma narsa raqamlashib ketyapti. Hokim bilan uchrashish bemalol. Prokuror faqat jinoyatchi bilan uchrashgan bir payt. Bemalol eshigi ochiq, xohlagan kun qabul qiladi. Ichki ishlar boshlig'i har kuni yursanglar men bilan trassada ko'rsataman. Xalqning ichida, mahallaning ichida xonadonma-xonadon yurib. Bironta davlat idorasi qolmadi, prezidentimiz o'zlari tumanlarga borib, mahallalarga borib, qishloqlarga borib, xonadonlarga kirib boryapti. Qolgan davlat idora xodimlarini qo'yavering. Hamma pastda, hamma tumanda yuribdi. O'rtacha tumanda 5% asfaltlashmagan ko'chamiz bor. 5-6% ko'chamiz bor. İchimlik suvi 3 yilning o'zida 28 ta mahallaga toza ichimlik suvi yetib bordi. Davlat bunday vazifalarni qilib beradi. Davlat xususiy sherikchilik asosida bolalarni bog'chaga olib boradigan bog'cha yo'q edi. 38% maktabgacha ta'lim tizimi bilan qamrov bo'ldi. Hozir 80% dan oshdi. Bu nima hisobiga? Davlat o'ziga yuklatilgan bunday vazifalarni bosqichma-bosqich bajarib beradi yoshlar. Sizlar o'zingizdan talab qilinadigan mehnatingiz, kuchingiz hozir borida o'zingizni bandligingizni ta'minlab oladigan, hunarni o'rganib oladigan, kasbni o'rganib oladigan, biron bir narsani etagidan ushlaydigan imkoniyatdan foydalanishingiz kerak. Hech kim sizga hech nimani olib kelib bermaydi. Menga ishoning. O'zingiz biron narsani yaratmasangiz, o'zingiz harakat qilmasangiz, siz uchun hech kim jon kuydirmaydi. Yoshlikda nimanidir ketidan yugurib mustahkamlab olmasangiz, yoshingiz o'tgandan keyin kuch ham bo'lmaydi, xohish ham bo'lmaydi, imkoniyat ham bo'lmaydi. Farzandga investitsiya kirgizish uchun, o'qitish uchun o'zingizni doimiy daromad manbaingiz bo'lmasa, xarid qobiliyatingiz oshmaydi-ku. Bu narsalarning hammasini yoshlar bugun sizlarga davlat xizmatchilari ochiqchasi aytyapti. Bor imkoniyatlarni dasturxonga ochib beradi. Qiynalgan joyingizga men sizga yordamchiman deb. Bundan imkoniyatdan foydalanish kerak-ku. Kecha bir fuqaro bilan uchrashdik. Qo'ysizchi deydi, hamma deydi tanish bilishi, oshna og'aynisi oladi-ku. Sizlarga ochiq aytaman, hokim sifatida men tumanda hokim sifatida biron bir loyihaga ilgaridagi o'xshab turib stolni ma'lumotni to'g'rilab ber deb aytadigan vakolatim yo'q. Hammasi raqamli texnologiya. Ilgari bankirni chaqirib turib stolni urib 3 kun ichida kredit olib bermasang, senga chora ko'raman dedi. Hozir
bank upravляющisini qo'lida ham vakolat yo'q. Agar u kredit olib krasniyga chiqib qo'ygan bo'lsa, bankning raisi ham hal qilib bera olmaydi. Chunki inson omili yo'q aralashadi. Birinchi bosqichni to'g'ri qilmasangiz, birinchi qadamni mustahkam bosmasangiz, hisob-kitob bilan bosmasangiz, sizni kelajagingiz ham shunga qarab ketib qoladi. Hozir qo'shnisi aytadi, kreditni olaver deydi, to'laymiz-da deydi. To'lay olmasangiz krasniyga chiqasiz. Undan ko'ra menga keling, mana biznes loyihangizni ayting. Hozirni o'zida 3200 ta bo'sh ish o'rni bor, o'rtacha shahar. Hozir mana yangi qo'yliq bozori ochilyapti. 10 ta do'kon ochilyapti. 10 ta do'konga menga 1000 ta ishchi kerak bo'lyapti. Qorovullikka ham olaman deyapti, shipirishga ham olaman, oshxonaga ham olaman, sotuvchilikka ham olaman, sartaroshlikka ham olaman. Boshqa yo'nalishlarning hammasi svarshiklik ham bor, elektriklik ham bor, olishga tayyorman. Jo'nating menga odamlarni ishlash kerak. Bitta bozorni o'zi 1000 ga yaqin texnik xodim olaman. Oyligini 5 milliondan yuqori deyapti hammasi. Ishga olaman, sinov muddatidan o'tsa oyligini keyin kelishamiz. Avtga borib ishlaydigan odam bo'lsa, 2600 ta tekstil sohasi, svarshiklik, kara haydovchi, mashina haydovchi, boshqa haydovchi hamma yo'nalishda hozir bor. Borib ishlash kerak. Uni yoshlar yetakchilari turinglar o'rniga. Bilmaydimi yoshlar yetakchilari? Buncha vakansiya borligini yoshlar yetakchilari bilmaysizlar. Hammasi biladi. Hokim yordamchisini mahkam ushlasa, bemalol ish joyiga borib joylashtirsa bo'ladi. Agar 6 oy rasmiy ishda ishlagan bo'lsangiz, subsidiyani ham olasiz. Uy-joyga subsidiyani ham olasiz. Boshqa imtiyozlardan ham foydalana olasiz. Rasmiy ishda ishlagan odam pensiyaga chiqqanda ham yuqori pensiya stavkasini oladi. Hozir rasmiy ishdan foydalanmasdan, ishlamasa, yurmasa, bekor yurib, norasmiy ishda ishlab yurib, kunini o'tkazsa, ertaga pensiyaga chiqqanda eng past pensiyani oladi. O'zini davolanishiga ishlatadimi, navarasiga marojnoy berishga ishlatadimi bu pensiyani? Mana shularning hammasini taroziga qo'yadigan yoshlar. Qaror qabul qiladigan yoshlar. Sizlarga davlat xizmatida ishlaydigan inson kelib turib sizga yelka tutsa, "Yo'q, men uni emas, buni qilishim kerak, menga unaqa emas, bu narsani tavsiya bergan edi" desangiz, katta xato qilasiz. Yoshlarga prezidentimiz mahallani yettiligining ichiga yoshlar yetakchilari degan lavozimni joriy qilgan. Bu hammasi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bolalar o'zingizlarning tengdoshlaringizning oldiga borib, bemalol o'zingizlarning yoshinglar doirasida bemalol gaplasha olasiz. Sizlardek fikrlaydigan yoshlarni qo'ying. Sizlardek fikrlaydigan, sizlarni tushunadigan, sizlarning tilingizda gaplashadigan yoshlar lavozimi joriy qiling. Undan samarali foydalanish kerak-ku. Borib so'rash kerak. Yordam ber, meni obor, meni prokurorning oldiga obor desa, yoshlar yetakchilarini kim qabul qilmaydigan odam bor, tashkilot bor. Yoshlar yetakchilariga yordamchi sifatida muhtaram prezidentimiz Davlat xavfsizlik xizmati raisini biriktirib bergan. Katta qanot biriktirib bergan. O'zbekistondagi eng salohiyatli tashkilotni biriktirib bergan. Bironta darvoza, yopiq darvoza yo'q. Undan foydalanishingiz kerak-ku yoshlar. Uyda oyog'ini silab o'tirib, qornini silab o'tirib, kunni o'tkazgan bilan qorin to'yib qolmaydi. Quruq bir kunlik ishga yoki 2 kunlik ishga chiqib uyda o'tirgani bilan odam boy bo'lib qolmaydi. Bir hafta ishlayman, keyin zo'r bo'lib ketaman degan bilan bola chaqani o'qitib, unga investitsiya kiritib, yaxshi joylarda malaka oshirishi, bilim olishiga sharoit yaratib bo'lmaydi. Prezident bugun odamlarimiz yaxshi yashashi uchun hamma sharoitni qilib beryapti. Resurs to'la. Bir yili, bundan 4 yil oldin, 5 yil oldin ekan, men eslayman,
shu tumanga Agrobank raisi biriktirilganida, agar kim eskidan yoshlar yetakchilari ishlagan bo'lsa biladi, kredit olgani kelganlarga qanaqa kredit berilgan bilasizlarmi? Pasportining orqasiga ariza olingan. Agrobank ishlagan o paytda. Pasportining orqasiga ariza olinganda, pasportining orqasiga ariza yozdirib, qolgan hujjatini keyin qilib olamiz deb, nima yo'nalishga kredit kerak bo'ladigan bo'lsa, ta'minotchini chetga taxlab qo'yib, mana shu butun mana shu zabor bo'lardi, devor bo'lardi. Gir aylana adashmasam bir 500-600 ga yaqin chorva moli, 3000 4000 ga yaqin qo'y, 5-6 ta furada tekstil mahsulot tikish dastgohlarini olib kelib qo'ygan. Yarmarka qilib shetda pasportining orqasi bunaqa davr bo'lmagan hali. Lekin ular ham shoshma-shosharlik bilan olganlarni 20-25% kreditni qaytarishda qiynaldi. Qo'shnim ovatdi tikuv mashinasini men ham olaman dedi, qo'shnisida chevar, bu tikishni bilmaydi. Kreditni olgan, daromad keltirmaydi, sarposiga qo'yib qo'ygan, natijada qo'shnisi daromad topib turib kreditni yopyapti, bu boshqa manbasi yo'q, yopolmaydi. Shuning uchun yoshlar, sizlarda bugun tanlov bor, sizlarda imkoniyat bor, sizlarning oldingizda davlat xizmatchilari turibdi. Bu yerda viloyat markaziy banki boshlig'idan tashqari viloyat tijorat banklarining rahbarlari o'tiribdi. Eshitishga hozir mana protokol bilan men ulgurgancha sizlar bilan suhbatlashaman, ulgurmaganimga har bir protokolga tushib, har bir yoshga bittadan vakil biriktiriladi. Sizga yordamchi biriktiriladi. Ishingiz qonuniy, talabingiz o'rinli, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordamchimiz. Noo'rin narsani talab qilsangiz, qonunga zid narsani talab qilsangiz, falonchini bo'shatib, meni o'rniga joylashtirib qo'y desangiz, unga yordam bera olmaymiz. Bo'sh ish o'rnini taklif qilamiz. Sizga ma'qul kelgani ichidan tanlab oling. Biz sizni joylashtirib beramiz. Ishli qilib beramiz. Siz 3 oy, 6 oy bir ishlab ko'ring, o'zingizni ko'rsatib ko'ring. Ana undan keyin sizni odamlar alohida talashadi. Alohida korxonalar sizni taklif qiladi. Men o'tgan safar Bekzotaga bitta Bakuda oshpaz bo'lgan bola bor edi. Bakudamidi? Adashmasam Bakudan edi. Rus sifat bola edi. Yo tatar manimcha bola. Shu keldi, men dedi, shu paytgacha deb barbekyuda pishirardim dedi, sushi pishirardim men. Men zo'r povurman. O'yladikda shu Marmaris degan restoran ochib, sushi qilyapti. Men aytdim, shuni bir olib sinov muddati bilan olib ko'rgan dedim. Kecha shu korxonaning rahbari Alisher aka bilan ko'rishganda Qora suv daryoni bo'yida men so'radim, bir yoshni jo'natdim. Ishqilib haydab yubormadingizmi, ishdan nima qilib yubormadingizmi desam, deydi, uni sovchisi ko'payib ketdi deydi, 20 kun ishlagandan keyin. Bu yoqqa ketaman, bu yoqqa ketaman. Zo'rg'a deydi, 12 million oylikka ko'ndirib olib qoldi. Avvalo 3 million oylikka ishlaysanmi deganimizda og'ringan bola. Hunarini ko'rsatdi, kasbini ko'rsatdi, mehnatini ko'rsatdi. Uni yalinib deydi, kontrakt qilib deydi, 12 millionga deydi, olib qoldi. Marmarisda. Qolgan yoshlar ham xuddi shunday. Bitta kara haydovchisini olib keldik. O'rtog'im men ham kara haydayman dedi, uni pravasi muddatli beriladi. Muddati o'tib ketgan ekan. Muddati o'tib ketgan bo'lsa ham mayli deb unikini 8 millionga, nariginikini 22 millionga ishga joylashtirdi oylik. Shuning uchun yoshlar bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kerak. Hozirgi birinchi ish boshlaydigan odam oylikni emas, hunarni, kasbni o'rganishga o'zini bag'ishlaydi qilsin. Mana shu narsaga ko'proq e'tibor bering. Hunarni, kasbni egasi bo'lgandan keyin kredit sizni bir kunda kutadi. Necha kunda kredit chiqadi agar onlaynda 1 soat 2 soatda chiqadi. 1 soat 2 soatda onlaynda kreditingizga javob beradi. Hech kimni yuzini ko'rmasdan turib, kriteriya hammasi elektronli, shunday ko'radi, to'g'ri bo'ladi.